Amir avtosavdo kechki bozorda sizlar uchun ideal holatda yaxshi Nexia 3 mashinasi 2019-yil 120 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Ikkinchi peysi mexanika esa mashinaga qimmat ledlar qo'yilgan. To'rtinchi peysi diska to'rtda yaxshi yumshoq balolar qo'yilgan. Okalar mashina kuzov holatlari ham zo'r holatda turibdi. Salon qismlarini ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi peysi mashinaga pakeleniya propan gaz balonlargacha ham ustanovka qilingan. Zavodsko'sning holatlari urinib ketmagan, qimmat ko'rillar solingan okalar. 120 ming probeg. Xo'p, video registratorlar qo'yilgan, 907 MHz portlargacha ham ustanovka qilingan. Texnik tomonlama hech qanaqa muammolar yo'q. Kuzovlar ham okalar yaltirab, olov bo'lib turibdi. Daji qirilgan, shilingan joylari ham yo'q. Kraskasi keladigan bo'lsa okalar, bitta kirlo, mana shu kapotning chiziqdan bu yoqda kraskasi bor, mashina strashniy udallari yo'q, ichlariga o'tmagan, qolgan joylari top-toza. Narxini okalar sizlar maza qilib olishingiz uchun $7400 bo'ladigan narx deyaptilar. Xo'p, egalar nomerlarini qo'ldiraman, telefon qilib baraka qilishingiz mumkin. Sizlar xohlagan dokument bo'ladi okalar.